Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz juda ham chiroyli obyektimiz. 4 xonali uyimiz, ikkita sanuzelari bilan 150 umumiy maydon, Yakkasaroy to'yxonani oldida joylashgan. Hozir polni obzor qilib o'tamiz. Niyat qilganiga hammaga unaqa fayzli xonadon nasib qilsin, ilohim. Hozir sizga shunaqangi chiroyli narsa ko'rsataman. Bu avtorskiy proyekt. Qimmat remont qilingan, juda ham sifatli. Mana qaranglar, eshikni bu koridorimiz 3-etajda joylashgan. 150 umumiy maydon. Bu oshxonani qaranglar. Har bu ayollarning orzusi-ku. Buni qarang, mягкий zona. Bemalol xo'jayinlaringiz mamda o'tirib, shirin ovqatlaringizni kutguncha, даже kichkina mehmonlarni shu yerda kutsangiz ham bo'ladi. O'zlari zal ham bor. Hamma texnikalarimiz bo'sh. Patologlarimiz 3.30 baland. Bu обеденная zona, 6 personali qilingan. Juda ham katta oilaga mos. Mana chiroyligini qaranglar, mebel qilganlarini. Polni posuda mo'yishna mashinka, hamma narsasi bor. Uy tayyor. Ochilishlari ham bu ichini qilingan. Mo'yishi rakovina, oynaga qarab bemalol ochib havoni almashtirsangiz ham bo'ladi. Shunaqangi yoqdi bu obyekt, вообще shunaqangi chiroyli. G-obrazli mягкий mebel qo'yilgan. Xohishingizga qarab bu yog'ida jurnalist stolик qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana kupeni qarang. Eshikni hali unaqa kupi balandligini va katta mana qimmat oynali qo'yilmagan. Bu endi zalimiz. Alohida zal. Xohishingizga qarab xohlasangiz zal kerak emas bo'lsa, yana bu yerda bitta xona qilsa bo'ladi, 5 xonali uy bo'ladi. Hozir bu 4 xona. Joy namozlarni qo'yib qo'ygan. Niyat qilib 8 personali stol. Bunaqa hammasi mebel turetskiy. Полный full komplektatsiya. Shundoq kirib yashaydigan uyimiz. Mana rang chiroyli qaranglar, eshikning rangi. Ko'proq oq qo'yishyapti bu, mana bunaqa qora. Va shu juda ham chiroyli. Hamma yoqda cho'kpok pol, plus radiatorlar ham bor. Bu yog'ida detskiy. Mana tasavvur qiling, hozir sizga video mana ko'rasiz, xuddi siz uyingizga kirgandek, mana dugonalaringizga, yaqinlaringizga ko'rsatib o'tiribsiz. Mana dugon. Mana uy oldim deb niyat qilinglar. Bu bizning общий sanuzelimiz. Необычно qanaqa qilingan. Mana qaranglar, o'sha sanuzel xuddi xonadek. Mana 3D kafellar qo'yilgan. Bemalol sushilkani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, chunki joy yetarli. Qarang, chiroyligini. Spalni zonaga o'tamiz. O'zini alohida sanuzellari bilan. Spalni qaranglar. Neoklassika remontlarimiz. Bu da dushovoy. Bu ham 3D. Bu spalnamiz. Kartinalarni qaranglar. Juda ham chiroyli. Garderob. Hech narsa lishniy yo'q. Shundoq o'ziga to'q qilingan. Mana qarang. Вообще juda ham nежно qilingan. Ko'zingizni charchatmaydi ham. Ko'p ishdan kelib, odam charchab kelsa, mana shunaqa xonadonda yashasa mazza qiladi. Mana shunga erishdim deb mazza qilib gapiradilar. Bu yana bitta spalnamiz, o'zini alohida emas, garderob qilingan. Hech qanaqa kiyim ko'rinmaydi. Mana bu spalnamiz. Hamma kim niyat qilgan bo'lsa, kamida shunaqa uy nasib qilsin inshaalloh. 150 umumiy maydon, 3-qavatda joylashgan 7 qavatli uy. Dom, закрытый дом, закрытый двор, harakatdan закрытый двор, parkovочная parkovka, подземная parkovka, детская площадkalarimiz bor. Narximiz описаниеda yozilgan. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar, ma'lumot uchun 90 349 64 00. Realtor Sabina. Xayr, salomat bo'ling.